Turizmetrdan glazok qanday qilib? Turizmetrdan ham glazok otsa bo'ladimi? Yoki chit bilan otish mumkinmi? Balki montajdir. Assalom deganda ochiladi yo'l. Assalom deganda saylaydi bulbul. Xo'las, assalomu alaykum birodarlar va hoji akalar. Havolar ancha sovib qoldi, ko'rib turibsizlar. Ko'chada qotib qolmayapsizlarmi? Sizlarni o'ynayman-da hoji akalar. Bugungi videoda dunyo rekordini buzib olishimizdan xabaringlar bormi o'zi? Yo'q. Yo'qmi? Endi yaqinroq keling hoji aka, men o'zim sizga tushuntirib beraman. Qanaqa rekord haqida gapirayotganimni bilasizmi o'zi? Buni ham bilmaysizmi? Unda juda ham yaqin kelishingiz kerak ekan hoji aka. Xullas hoji aka uzoqdan glazok ko'rish bo'yicha dunyo rekordi 397 metr ekan. Men esa shuni rekordni yangilab qo'yadi, nima deysiz hoji aka? Bosaveradigan joyi, lekin xullas biz bu rekordni yangilash uchun 3 marta lobby ochdik. Birinchisida o'xshamadi. Ikkinchisi ham o'xshamadi. Lekin uchinchisida bo'ldi hoji aka. Qolganini videoda ko'rasiz. Videoga ketdik-unda. Shu joyda to'xtang hoji aka. Videoga like ham so'rab olaman shekilli sizdan. Videoga bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham zo'r bo'lardi hoji aka. Biz unda videoni boshladik. Shusiz hoji aka birinchi o'yinda o'xshamadi. Ikkinchi o'yinda ham oxirida nima bilan tugaganini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Qarasam bu sherik qurug'larning joni tugab zonada birin-ketin o'lyapti. Keyin undan ko'ra men o'zim gil qilaman deb bosib tashladim hoji aka. Uchinchi lobbini ham boshlab oldik hoji aka. Ikkita sherikni shu yerga haykalla qotirib qo'yib, o'zim Abshakalat tomon yo'lga chiqdim. Bu M24 qurug'ur uchun pul yig'ishni o'zi bo'lmadi hoji aka. Shu M24 topchi ketgan vaqt uchun bitta like bosib qo'ying endi hoji aka. Yo'q, qarochi o'zingdan kimni yasavording? Tekinga 360 o'zi, ya'ni erpitib olish xohlaysizmi? Unda videoni orqacha ko'ringlar, oxirida tushunib olasizlar. Xullas shu yerga chiqib olib, bor baraka deb o'q tegmaguncha oturdim. Bundan oldingi ikkita lobbida o'xshamaganiga motivatsiyalarim Xitoyga qochib ketdi to'g'risi. Bunda ham o'xshamasa kerak deb o'ylab qoldim va umid uzishni boshladim hoji aka. Har taraflardan otib ko'rdim, lekin foydasi bo'lmadi menimcha. Va nihoyat biz kutgan payt keldi hoji aka. Ko'rishga tayyormisiz? Unda ko'ring. Shunaqa takko editchi ham siz uchun hoji aka. Xursandligimdan nima raqtashingizni o'zi ko'rishingiz mumkin. Endi turizmetrdan glazok otibda jest qilmasak bo'lmasa kerak, hoji aka. Keyin ochko'zni qilib qoldimda, yana bitta tegib qolardi. Qayta-qayta yana ochishni boshladim. Yo bir marta tegib qoldimi ekan, adashib. Nima deb o'ylaysiz hoji aka? Bir marta adashib tegib qoldi-da, deysizmi hoji aka? Yo'q, siz adashdingiz hoji aka. O'q yana bitta tegdi. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana shu glazok uchun bitta obuna bo'lmasangiz bo'lmaydi-yu hoji aka. Yo'q, qarochi o'zingdan kimni yasavording? Lekin bunisi 399 metrdan bo'lib qoldi-da. Lekin asosiysi tegdi-yu, to'g'rimi hoji aka? Bu yil hozirda dunyo rekordi deb bemalol ayta olaman. Sizningcha bu rekordni kimdir yangilay oladimi? Yoki yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kimdan kommentda bir hafta ichida umuman like yig'masa, o'sha insonga bitta 360 o'zi mendan. Shunday ekan, aydingiz va nikingizni yozib esingizdan chiqmasin. Hoji aka, sizga ham M96 DMga, M24 DMga, glazokka, butkemda yaxshi reaksiya qilgani, klassikka bezatda otgani, ya'ni zo'r zajim qilgani, universal chuzutenlis kerakmi? Unda sizga o'zimni chuzutenlisimni tavsiya qilaman. Meni chuzutenlisimni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Instagram sahifamizga ham obuna bo'lasiz degan umiddaman hoji aka. Unda o'zinglarni ehtiyot qilinglar, videoni ko'rishga ketkazgan vaqtinglarga achinmaysizlar degan umiddaman. Agar ovoz sifatisini qoniqtirmagan bo'lsa, sizdan uzr so'rayman. Sababi men bu ovozni hozir mikrofonda emas, telefonning o'zida yozib oldim. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Keyingi videoda ko'rishguncha sog', omon bo'ling. Siz bilan qisqa vaqt ichida Phoenix bo'ldi.